Michael topishga harakat qilishing kerak. Mana shu yerda so'z bekitganman, harfma-harf topasan. Agarda topolmasang, Michaelning 7 ta qismga bo'linib ketadi. Bo'lmasa boshladik. Bo'ldi bo'lsam ketdi. Michael muxtiqarib qolishim kerak. Men bu yoqda nima so'z yozilganini bilmayman, ko'rganim ham yo'q. Bilmaydi. Men o'zim Shuning uchun hozir endi Michaelni muxtiqarib qolamiz. birinchi so'zni top. Ketdi mana. Hop, Michael bo'lgani uchun men birinchi so'zim M harfi bormi bu yoqda? Afsuski birinchi bir M harf yo'q. Yo'q, Michael. Michael. A bormi? Tak, a. Uy, zavisdan chiqas Bor. qo'ydim. Ha, ketdi. L bormi? L yo'q. Boshing taqildi. Michael boshi yes. K. K yo'q. Qo'ldan taqildi. Qotil bo'lib ketdim. N bormi? Tak, ne bor. Ketdilar. S. Afsuski yo'qsa. Qo'ling taqildi. I unda. I ham yo'q, afsuski. Maxi topolmayapman. Ikkinchi qo'lingdan taqildi. Y bormi unda? Ye yo'q. Oyog'im taqildi. Michael xafa bo'ladi keyin menda. D. D yo'q. Afsuski Michaelning 7 ta qismga bo'lindi. Ay, Michael. Oh no, Bu Michael. so'z men har videoda so'raydigan so'zim. Buni like bosib qo'yilgan so'z. Oldidimi? Oyitmading. Men seni ko'rdim. Oyitilmadi. Bu yerda mashinasi bo'lmadi. Hali kommentariyada yozib ketinglar o'rtoqlar. Michaelning o'limiga sababchi bo'ldingsan, tushundingmi? Qotil.